Yana bitta do'kon bitibdi. 10 metrga 4 metr aman chiroyli qilindi ona. Zo'r bo'pti. Aynalari zakalka bo'ladi. Bularga 6lik, eshiklarga bir katta romlar 1lik bo'ladi. Elektromontajlari qilingan. Do'kon topshirishga tayyor, bitta ugolovlari qotdi xolos menimcha. Omad ko'slar qaranglar. Yomon mazza qilib boraman-da bolalarda ishiga. Juda ham yaxshi e'tibor beramiz bularga. Kemaklarga chizib qo'yamiz. Reka qayda bo'lsa, ip tortib, brekani topib olaveradi. Do'konga baho qo'yasizlar. Buni o'lchami 10 metrga 3 metr. 4 metr qilsa undan ham zo'r bo'lardi. 4 metr bu yerdan bermabdi. Poltaxtaning eng ostida ham tunuka bor. Hech kim qilmaydi bunaqa, yerdan zax o'tmaslikka. Uning ichida penoplast bor. Polni qalinligi 20 sm, devorning qalinligi 17 sm. Hech kim bunaqa qalin devor qilmaydi ham. Mana o'zi maydadan ko'rinib turibdi-yu qalinligi. Narxlar masalasida qo'ng'iroq qilasizlar. Bugun aytadigan bo'lsam, 3 yildan keyin umuman bo'lay narx bo'ladi, 1 yildan keyin ham bo'lay narx bo'ladi. Bunaqa edi-yu narxi degan savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun bemalol qo'ng'iroq qilib so'raverasizlar. Necha metrlik kerak bo'lsa ham, undan xafa bo'lmaymiz. Qo'ng'iroq qilish bepul, soat 10 gacha telefon qilaverasizlar kechqurun.